Demak, mana minus birinchisi eng ichkari deydi. Yozamiz, birinchi ishimiz. 1 minus 1 taqsim 2. Bu 1 taqsim 2. Demak, mana ifodam 1 taqsim 2 chiqyaptimi? Buni minus birinchisi. Minus birinchisi bo'lyapti. Demak, 2 minus 3 ning minus birinchisini, minus birinchisi, minusdan 4 darajasi minus 1, darajada minus 1. Xo'p, endi buni mana bu ikkinchi ishimiz. 2 minus 1 taqsim 3 ning minus birinchisi teng 5 taqsim 3 ning minus birinchisi. Bu 3 taqsim 5 bo'ldi. To'g'rimi? Xo'p, keyingi betga yozyapmiz. Mana bu yerda bitta qavs bor-da. To'g'rimi? Xo'p, 3 taqsim 5 minus 1 taqsim 4. Darajasida minus 1. Umumiy mahraj beramiz. 12 minus 5 taqsim 20 ning minus birinchisi teng 20 taqsim 7.